Audio Jungle. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Texno xabar kanali hamda Shohjahon Sultonov. Do'stlar, bugungi video roligimiz videoni previewsdan ko'rib turganlaringdek YouTube Extended Search dasturi haqida gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik o'sha izlayotgan dastur do'stlar menda bor. Mana ekranda ko'rishingiz mumkin. Ushbu dasturni men sotib olganman do'stlar. Agar kimgadir kerak bo'lsa, albatta описаниеda chiqadigan Telegram kanaliga o'tib sotib olsanglar bo'ladi do'stlar. O'zi aslida bu dastur nima uchun kerak va hozirgi kundagi vazifalari nimalardan iborat bu dasturimizning va nimalarga foydalansak bo'ladi, o'zi narxiga arziydimi do'stlar? Albatta shular haqida bugun batafsil ushbu video roligimiz orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Qani unda do'stlar, tayyor bo'lsangiz video ostida chiqadigan bir dona like tugmasi hamda kanalimizga obuna bo'lib, uning yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz biz video roligimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana bugun sizlar bilan birgalikda YouTube Extended Search dasturini ko'rib chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu oxirgi versiyasi bor. Ushbu dastur o'rnatsalar bo'ladi. Men hozir o'rnatib yotmayman. Menda ustanavchnisi bor. Endi baribir bu ustanavchni shundoq berib olmayman do'stlar. Oldindan aytib o'taylik, chunki ko'pchilik yozishi mumkin. Katanga tashlab bering, menga ham tashlab bering deb. Yo'q do'stlar, ushbu dastur sotiladi, chunki men buni sotib olganman. Agar kimgadir kerak bo'lsa, albatta o'sha описаниеda chiqadigan Telegram kanalimizga o'tib, o'sha yerda meni lichkam bor. O'tib bemalol murojaat qilsanglar do'stlar, sotib olishingiz mumkin. Narxini ham o'sha kanalga chiqazib qo'yamiz, xudo xolasa. Albatta bu dastur bo'yicha sizlarga bugun batafsilroq ma'lumot beraman. Xo'sh do'stlar, gapni cho'zib o'tirmaymiz do'stlar. Tak, ot mana menda hozir dasturimiz o'rnatilgan. O'zi ushbu dastur nima uchun kerak va qayerda topiladi bu dastur? Do'stlar, bilasizlar, hech qayerda yo'q bu. Hech qanaqa saytda ham yo'q, hech qanaqangi bir platformalarda ham joylashtirilmagan. Buni o'sha ukrainalik menimcha programmistlar tomonidan ishlab chiqilgan dastur hisoblanadi. Ushbu dasturning asosiy vazifasi nima desanglar, Amerikan YouTube bo'ladimi? O'zi umuman YouTube bo'yicha do'stlar qidiruv sistemasi deydi-yu, trendlarni aniqlab beradigan dastur hisoblanadi bular. Qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, YouTube Extended Search dasturining asosiy vazifasi bu. Sizlarga o'sha Amerikan YouTube bo'ladimi, rossiyskiy YouTube bo'ladimi, farq yo'q do'stlar. YouTube sohasida o'zi asosiy trendlarni aniqlab beradigan dastur hisoblanadi. Bugun sizlar bilan birgalikda do'stlar, mana hozir bitta qisqacha qilib aytganda, hozir sizlarga o'sha qanaqangi ishlatishni ko'rsatib o'taman. Ekran burchagida do'stlar kirganimizdan so'ng mana bu yerda новый поиск degan joy bor. Bu ham xuddi brauzerga o'xshab ochiladi. Mana plus bossanglar o'sha qidiruv chiqadi bu yerda. Va do'stlar, biz yozamiz bugungi kundagi trendlar. Taylor Swift misol, to'g'rimi do'stlar? Qidiramiz mana. Poisk объем mana 135.517 ta poisk объем chiqdi do'stlar. Va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, общая оценка 151. Va do'stlar, yana bir zo'r tarafi bor ushbu dasturni. Ushbu yo'nalishda raqobat qanchalik ko'pligini albatta sizlarga ko'rsatib beradi, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana 86%, 100dan 86% deyapti o'sha. Raqobat vashchi zo'r do'stlar. Mana 3 kun oldin, 3 week, menimcha 3 kun bo'lsa kerak, adashmasam. Yo'q, 3 hafta bo'ladi adashmasam, uzr. Day bo'ladi-ku kun bo'lsa. 3 week ago deyapti do'stlar. Bu yerda mana shorts video ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Bemalol kirib mana. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda o'zi 30 ming ta like yiqqan. Videoni bemalol ko'rib ko'rish imkoniyati mavjud. Mana chiqqan sanasi va olgan prosmotrgacha ko'rsatadi do'stlar. Mana hozirgi kunda nima trend bo'lyapti? Taylor Swift yo'nalishida. Bemalol mana shunaqa ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bu hozir menimcha shorts videolar izlayapti. Mana bu yerda hozir o'zini filtrlari bor do'stlar. Data загрузки, длительность, ya'ni davomiyligi qanaqa bo'lsin. Va bu yerda do'stlar o'zi mana численный просмотр, ya'ni shu prosmotr soniga qarab. Xullas bu filtr hisoblanadi. Mana bu yerda ham filtr bor. Biz shortslarni o'chiramiz. Tak. Применять qilamiz. Qani do'stlar, endi qidirib ko'ramiz. Hoppa. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bir kun oldin chiqqan video 7.509.547 marotaba. O'sha mana 8 million do'stlar ko'ryapsizlar. Bas e'tir mana trendlarni o'sha top beryapti. Taylor Swift'dan nima trendda desanglar do'stlar, bu dastur sizlarga bemalol topib berishda yordam beradi. Ya'ni qanaqangi qilib mana misol do'stlar ko'rishingiz mumkin. Mana shu videoni mana 8 soat ekan do'stlar.
Voy voy. Ha, menimcha do'stlar bu tak translyatsiya qilingan. 367 ming marta ko'rilgan ekan, yo bo'lmas. Mana bu yerda adashmasam. Hoppa. Ya shu videoga olib o'tyapti. Просмотр bir day ago, bir kun oldin ko'rilgan do'stlar. Ko'rasizlar mana videolar. Bu jonli efirli ekan. Ha, mana bu yerdan do'stlar jonli efirda ham o'chirib qo'yamiz hozir. Secret обычный video translyatsiya. Premiera ham kerak. Faqat video ko'rsin bizga. Hoppa. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Hozir mana izlayapti o'zi filtr bo'yicha. Mana Sprungi deyapsizlar mana. Sprungilar qanaqa просмотр olyapti. Trendlarni aniqlab olsanglar bo'ladi do'stlar. Yo'nalishlar bo'yicha. Misol mana deylik, hozir o'sha BMG bor-ku. BM Niji Drive do'stlar. Ko'pchilik hozir qidiryapti-yu. Blogerlar chiqib qoldi, bilsanglar. Shu bo'yicha YouTuberlar chiqdi-yu, hozir BMG Drive yo'nalishi bo'yicha darslik kurs qilyapti. Mana shu bo'yicha qanaqa videolar hozir trendda do'stlar. Полностью уже mana filtr o'chirsanglar ham bo'ladi, o'chirmasanglar ham bo'ladi. Mana do'stlar 40 minutlik video. 344 ming просмотр. Hoppa. Mana bir ko'ramiz do'stlar. Mana do'stlar, qanaqa kontent qilish kerakligi bo'yicha bemalol do'stlar. Mana shu programmani olsanglar, menimcha juda ham zo'r bo'ladi. Prosta o'tirib turib vaqt ketadi xolos. O'sha o'tirib, analiz qilib 1-2 soat o'rganish kerak xolos do'stlar mana. Rolni sotib olgan, men bu игровой konsol deydi, bilasizlar. Mana shu narsalarni sizlar ham sotib olsanglar bo'ladi, albatta. Mana shuni BMG ga ustanavit qilib, mana bunaqangi takoy roliklar tayyorlasanglar bo'ladi do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda do'stlar, mana shunaqangi ikkita mashinamiz bor. Buni sizlar bilan birgalikda bugun sinab ko'ramiz deb do'stlar. Agar nima deydi, ingliz tillaring yaxshiroq bo'lsa, o'zbek tilida gapirsanglar ham bo'ladi va do'stlar bilasizlar, hozir sun'iy intellekt degan narsa bor. Sun'iy intellektda уже даже sizlarning ovozinglarni ingliz tiliga o'girib beradigan saytlar ham bor. O'shanga tashab turib, mana inglizcha, o'zbekcha gapirsanglar, adabiy tilda faqat o'zbekchaga tarjima qilib beradi do'stlar. Va mana bunaqangi kontentlar qilishingiz mumkin do'stlar. Mana ko'rasizlar, 344 ming просмотр. Ko'rasizlar ham do'stlar. Mana bu haqiqiy ijodkor ishi do'stlar. Mana shunaqangi bitta xona qilib olasizlar, xudo olsa mana akamizning kanallarini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana 1 million obunachisi bor. Ko'rasizlar? Nima degani bu? Ashe zo'r degani do'stlar. Prosta bu extended search dasturi orqali juda ham ko'p ishlar qilsa bo'ladi, xullas. Bitta BMG Drive yo'nalishi bo'ldi. Bu misol Skibidi Toilet bo'yicha deylik. Mana Skibidi Toilet izlaysizlar mana. Hammaga qiziqarli bo'lgan o'sha Skibidi Toilet. Toilet mega battle deylik do'stlar. Biz asosan battle video qilishadi va battle'da ham shu chiqyapti. Tak, color battle deylik shuni do'stlar. Toilet color manaki chiqdi do'stlar. Raqobat ko'ryapsizlar o'zi mana. Bemalol do'stlar, raqobat yo'q degani salkam. Biz qidiryapti o'sha 91% Skibidi Battle'da do'stlar. Lekin chiqmadi. Xo'p, Skibidi Toilet deb qidirib ko'ramiz. Skibidi Toilet Fortnite mana shu trendda ekan, mana shu tek. Ha do'stlar, yana bir narsa. Bunda faqat trendlarni aniqlash emas, bu yerda sizlar misol o'sha yo'nalishlar bo'yicha trendlarni aniqlasanglar ham bo'ladi. Ya'ni o'sha yo'nalishlarga sizlarni teglar kerakmi? Misol mana kanal ochyapsizlar, qanaqa yo'nalishda teglar kerak sizlarga? Asosiy ключlar. Описаниyaga yozadi-yu, misol kanalda tegi, kanal tegi, ekigan o'sha videoni tegi deydi-yu, mana shu hamma narsani ishga kiritsanglar bo'ladi. Misol uchun Teleskop deylik do'stlar, mana teleskop bo'yicha sizlarga hozir bitta ikkita filtr anaqalarni ko'rsatib o'taman. Teglarni mana do'stlar. Post объем 7873 marta mana teleskop world mana ko'chirib olsanglar ham bo'ladi o'sha videodan do'stlar. Mana высокий konkurensiya o'sha 69 высокий очень mana средний очень низкий mana do'stlar. Mana shular ko'p anaqada emas. Asosiysi mana bu ключевой slovlarni qo'ysanglar, menimcha zo'r ketadi. Mana juda ham ko'p do'stlar bu yerda. Xohlaganinglarni olib qo'yasizlar. Xullas do'stlar, bu dasturni yana podrobniroq o'rgansanglar bo'ladi. Juda ham funksiyalari juda ham ko'p do'stlar. Xullas, men sizlarga tavsiya beraman shu dastur. Agar kimgadir kerak bo'lsa, pastdagi ссылкаga bosib yoki mana ekranda chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda, mana bu yoqda chiqadi.
o'tib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana o'sha o'zimni Telegram kanalim bor, Shohjahon Sultonov degan do'stlar. YouTube bo'yicha qiziqarli ma'lumotlar berib o'taman. Fakt videolar chiqadi do'stlar. Qiziqarli videolar. Keyin xizmatlar bo'lsa qanaqangidir Amerikan YouTube bo'yicha kanal ochib berish xizmatimi, apellyatsiya tashib berish xizmatimi yoki bo'lmasa qanaqangidir YouTube bo'yicha savolinglar bo'lsa bemalol o'sha lichkemga o'tib kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishingiz mumkin. Sizlar bilan har doimgidek do'stlar Texno xabar kanali hamda Shohjahon Sultonov bo'ldi. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga kattakon rahmat. Keyingi videomiz nima haqida bo'lishini albatta kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Albatta sizlarning fikringlarga qarab biz video rolik chiqazamiz. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha yana bir bor salomat bo'linglar do'stlar. Hammaga kattakon rahmat.